O'tgan safar aytganimdek, lustra, plafon LED qilishga qiynalsangiz, shuni patronga burab qo'yasiz. Yarim lustraga o'xshab bo'lib turadi. Mana okey. Mana bunaqa formada yig'ib tashlasangiz bo'ladi. O'ziga qarab, xohishingizga qarab, qiziqishga qarab, to'xtali, yorug'i mana bunaqa. Shuni o'zida 150 watt beryapti. 150 watt degani 15 watt lampochka 10 tasini beradi. Qizig'i, hammasi ekonomishning, ko'zni ortmaydi, yarqi, ustalik. Xohlasangiz. Mana bunaqa variant ham bor. Ne bishni? Shuni 80 watt. 80. Xohlagan tomonga qaratib qo'ysangiz bo'ladi. Bo'tga, xonaga qilsiz, butun xona yoritadi. Buni ham xona ofisdagi, ishxonaga, jinniga yetadi. O'kam, oqi yoqmasa qorasi bor. Seryozni. Boshqacha bu ham boshqacha. Kelarasizlar, narxlar ham bor.